Şükür çok, kiringlar. Ha, qani, o'tiringlar. Ha, o'tiringlar. Rahmat, sho'ji. Meni nima ish bilan izlab kelgandinglar? Vaqtni ching tutib tezroq tanglar. Men xizmat guruhidagi yo'ldoshlarni boshlab oila suhbatiga bormoqchi. Ular hozir meni sirtda saqlab qoldi. Bavdunning oilasiga berib, boshqalarning inkosini dalillab kelaylik degan. Ma'u ishni udul kelib qolganni. Biz ikkimiz dal mush uchun kelgan edik. Shundaqmi, undaqda deb beqinglar. Ha, ma'qul, mundaq gap. Tunogin kechida men Bavdunning uyidan g'ayriy saqal qo'ygan bir necha notunish odamning chiqqanligini ko'rdim. Ular o'g'irmushdek timsiqlab yurishidi. Men ahvolning normalsizligini his qilib, sizga doklad qilay deb kelishim edi. Uning ustiga Bavdun yaqindan buyon bo'lakchil o'zgarib ketdi. Bavdun aslida bir qimorvoz edi. Yaqindan buyon tuyuqsiz qimor o'ynamaydan bo'lib qoldi. Shundaq, masala dal mush yerda. Ko'nalarning o'g'ri qirisi molla bo'ladigini bekor emasdi. Kent ahallari Bavdunning asabiy ideyini yuqtirib olgan bir qism kishilar bilan aloqa bog'lab, harakatlari g'alita, so'zlari asabiy bo'lib ketdi. Uni qonunga xilof ishlarni qilib o'tamdikin deb gumonlanyapmiz, deb inkos qilishqa edi. Tönügün onun uyida adam yo'q ekan. Şuna bugun men xizmat guruhidagi yo'ldoshlarni boshlab, uning uyiga yana bir berib, ahvol egilab tekshirib kelaymikin degan. Ha, qaraganda uning haqiqatan mas'ul bor ekan, ha? Hay, qizg'in paranglashib ketibsizlar-ku. Hammanglar borgansizlar, ha? Tekshtirdinglarmi? Kent sho'jasi, Tunsaxon acham sizni bir ish bilan izlab kelgan. Shundaqmi? Nima ish bilan kelgandilar? Tutirmaga berib erim bilan ko'rishadigan kunti, tonishtirish isboti yozib beramdikin deb kelgandim. Birdam saqlab tursizlar. Men sizlarga hozirla tunishtirish isboti yozib beray. Rahmat sizlarga. Tunsaxon acha erlarning qachon vaqti to'shidi? 2 yil bo'ldi. Hozir uning turmidagi isbotisi nihoyat yaxshi ekan. Uning turmidagi isbotisi yaxshi bo'lsa, jazo muddati qisqarib, balduroq chiqarishi mumkin. Mana asla tunishtirish isboti. Rahmat. Ayni vaqtda uni qonunga xilof ish qilmay halol ishlab pul teping desam, unimigan qonunga xilof ishlarni qilib yolg'on to'yxidi yasab satqachqa qonunning to'g'ri tushdi. Pushaymon oldiga qochdi bo'lmay o'ltaganda qachon. Haras Tunsaxon acha, erlari saqti to'yxididan qanchini satgan, ha? Uning topshirishicha 36 parcha yolg'on to'yxidi yasab setibdi. Yuqorisini 1000 yuandan tövünini 500 yuangacha setibdi. Hisoblab baksam 30 ming yuanga bo'lmaydi ekan. O yillik qamash jazosiga hukm qilinibdi. Hay, arzimaydigan ishda. Hozir davlatning siyosati nihoyat yaxshi. Yezgilki e'tibor beradigan siyosatlar nihoyat ko'p. Men qarang, tirishsam 30 ming yuanni yarim yilda topalayman. Nimishqa amga tayinib qo'ymaydi deyman. Erim asabiy ideyaning ta'siriga uchirgan. Aqlim yetmaydi. Ashu kishilar zo'ravonlik, terrorlik harakatlariga qatnashib, nimishqa bu güzel turmuşumuzu buzdu deyman, ha? Bu ishlar faqat kallamdan o'tmaydi. Chunki ular asabiy ideyaning qaymoqtirishga uchragan. Ular asabiy tashkilotda jarsagan, g'azat yo'lda shahid bo'lganlar jannatga kirdi degan safsatalarga ishonib, zo'ravonlar, terrorlik harakatlariga qatnashgan. Ba'zi kelmas yo'lga menib, boshqalarnimi, o'zinimi ziyon uchratdi. Nihoyat to'g'ri dedingiz sho'ji. Ashu asabiy unsurlar zo'ravonlik, terrorlik voqealarini o'zliksiz paydo qildi. Ularning maqsadi ijtimoiy muqimlikka buzg'unchilik qilish, vatanni parchalab, o'zlarining razil maqsadini amalga oshirish. Biz kent kadrlari bosh bo'lib, keng xalq ommamizni to'g'ri yo'lga yetaklab, musharligimizni o'stirib, yomon niyatli kishilarga qilchimi asabiy ideya kishilarni qaymoqtirib, yaxshi odamni yomon odamga aylantirib etadi ekan. Bak qo'rqinchli ekan. Ilgari mening erim oqko'l, oilaga mas'uliyatchan odamdi. Pul tepib oilamizni qamdash uchun qandaqli ish bo'lsa, ig'ir ko'mak qiladi. Lekin u nadin kelganligini belgilab bo'lmaydigan bir o'chim asabiy unsurlar bilan ba'di keldi qilgandan keyin bo'lakchil odamga aylandi. Meni televizor ko'gili sirtlarga chiqib qo'ymaydigan bo'lib qoldi. Biroq ish ko'nglik yaxmislar men tillab uratdi. Onun ustiga o kun bo'yi hech ish qilmay shu asabiy unsurlar bilan aralashib yurdi. Uyda pul tugab tomoqdimmi qiynaldi. Keyin o yolg'on to'yxit yasab setib, o pullarni yana vatanni parchalash maqsadidagi atalmish g'azatchilarga yoshirib beribdi. Oqibatda ular bir qitimliq zo'ravonlik, terrorlik harakatini planlayotganda soqchilar tarafidan naq maydonda qo'liq tushibdi. Shuning bilan sud mahkamasi unga 10 yillik muddatli qamoq jazosi hukm qildi. Hey, nimishqimi mushunda qonun xilop ishlarni qilib yurgandi. Odamning umrida 10 yildan necha yil bor emasmi?
Ota-onasi, ayoli, bolalarning holidan xabar olmaslikning o'zila cho'ng gunoh-ku. Tunsaxon acha, ashu asabiy unsurlar jamiyatimizga zaharlik o'sma. Ular atalmış g'azat bayrog'ini ko'tarib olib, bizning xotirjam baxtli turmushimizga buzg'unchilik qilmoqchi. Ular o'z-o'zini o'lim tutib berib qolmay, nurg'un begunoh kishilarning hayotiga zamin bo'lyotdi. Ota-onalarni suyimli farzandlardan ayirayotdi. Sabiy bolalarni yetim qoldiryotdi. Shundoq. Ularning ko'pinchisi tuzuk tarbiya ko'rmagan. Asabiy unsurlarning safsatalarini anglab, kallasi qaymoqib, atalmış g'azatga qatnashgan. Oqibatda asabiy tashkilotlarning qotillik quroliga aylanib qolgan. Ular anglagan so'zlarining rostlayolganligi to'g'risida o'ynab boqmagan. Yomon ishlarni qilgan odam qandaqmi jannatga kirdi? Ular vaydan do'zaxga kirdi xolos. Haqiqatan ahmoqda. Ular zo'ravonlik terrorlik harakatida jindan juda bo'lmagan taqdirdimi? Chekidan oshgan jinoyatiga davlatmi darhol tadbir qo'llanib, qonuniy jazo tortadi. Zo'ravon terrorchilarning bu harakati haqiqatan g'aljilik. Qur'on Karimda bizni savobli ish qilish, ittifoqlashish, tinch o'tishga da'vat qilgan. Ular ajiba buni bilmaydigandir. Ular hargizmi musulmon emas. Shundoq. Ularning ichidagi nurg'unlari tuzukroq ma'rif tarbiyasi ko'rmagan. Haq-nohaqni farqlantirish iqtidori yo'q. Shun asonla asabiy tashkilotlar tarafidan foydalanib ketadi ekan. Ay, dastlabda erim yolg'on to'y xiti yasab sotgan vaqtda men to'y xiti deganni davlat taqtidi, setib oldigan narsa emas, yolg'on to'y xiti yasab setish qonunga xilof qilmish desam, u gap anglamadi. Davron samma deb menga tahdid soldi. Tushuntirib men urib tilladi. Setib olmanglar, u to'y xiti yolg'on, sizlar to'y xitini xalq ishlar idorasiga berib elishinglar kerak. Men shuncha desam, ularmi anglamadi. Saxta to'y xit setib oldiganlar oz emaskan. Hozir ashu kishilar aldanganligini bildi. Erim bo'lsa erkinligidan mahrum bo'ldi. Mana qarang, ziyonni kim topdi? Hey, eringiz turmaga kirib ketgan bu 2 yildan buyon sizmi tas kunga qolgansiz qachon? Ay, bu 2 yildan buyon hukumat oilamizga ko'p g'amxo'rlik qildi. Kanatdan bizga eng tuvan turmush kapolati bijirib berib, turmushimiz kapolatga ega bo'ldi. Bu yil yomon emas hosil oldim. Ay Zuhra mening yolg'iz yetishamayotganligimni ko'rib, xizmat gruppasidagi yo'ldoshlarni tashkillab, bizga ko'p yordam berdi. Erim turmada jazo muddatini o'tash jarayonida asta-asta hushin tepib, ifodasi xeyli yaxshi bo'lib o'tibdi. Anglashlarga qaraganda, uning jazo muddatini kemaytirish mumkin ekan. Shundoq. Hukumat ko'pchilikning turmushiga nihoyat ko'ngil bo'lyapti. Saudiya shu chaqda uning jinoyatini tonish pozitsiyasi yaxshi. Yana xizmat ko'rsatib gunohini yuvish ifodasi bor deb, yeni hukumat qilgaydi. Bo'lmasa, hey, turmada necha yil ortiq yotgan bo'ladi. Shundoq. Hozir asabiy ideyaning ta'siriga uchrayotganlar oz emas. Biz asabiy ideyaning boshqalarga davomli ziyon selishiga yo'l qo'ysak bo'lmaydi. Ya'ni bo'lsa eringiz o'shini tepibdi. Siz eringizga ko'proq ideviy xizmat ishlang. U xotirjam o'zgarib, baldiroq qaytib chiqsin. Asabiy ideya xuddi chashqan, chivillarga o'xshaydi. Uning qarshi turishimiz, uni yo'qotishimiz kerak. Ko'pchilikka bu qoidalarni tushuntirishda xizmat guruhidagilarining vazifasi yanada intayin og'ir. Asabiy tashkilotlar turli yo'llar orqali ommaga asabiy ideyani tarqatishga urinyapti. Ularning oxirgi maqsadi vatanni parchalash. Agar ularning suiqasdi amalga oshadigan bo'lsa, begunoh fuqarolarimiz balo qazoga uchraydi. Faqat davlat inoq muqim bo'lganda biz fuqarolar ondan yaxshi kunga erisha olamiz. To'g'ri aytdingiz. Faqat davlat inoq muqim bo'lganda biz yaxshi kunga erisha olamiz. Bo'lgunchilik ofat, ittifoqlik va iqtisodiyot. Shundoq. Undaqda Bavdunning uyiga darhol boraylik. Bavdunning asabiy tashkilotga qatnashganligidan xabar tepib, uning qilmish sodir qilganligini isbotlaydigan dalil isbotlarni egilab, soqchilarga uqtirish qilgan edim. Ularni yetib boradi deyman. Undaqda bizmi xizmat guruhidagilarini boshlab, tezdan yetib boraylik. Tez bo'linglar. Kent shujisi, men bu xizmat gruppasi bilan birga bosam bo'lamdi. Ha? Men bu asabiy ideyaning ziyonkashligiga uchrag'uchi. Men bizning kechmishlarimizning Bavdunning asabiy ideyaning asaratidan qutulib, baldiroq qo'shini tepishiga yordami bo'lamdikin deyman. Bo'ladi. Men Tunsaxon achamning berishi qo'shinaman. Ma'qul. Bo'ladi Tunsaxon. Bizning xizmatimiz ommaning ishtirok qilishi va madad berishidan ayrilmaydi. Ko'pchilik o'rtaq tirikchilik ko'rsatgandilar, har qanday ishni vujudga chiqara olamiz. Undaqda biz darhol yo'lga chiqaylik. Bo'ladi. Bo'linglar.